Assalomu alaykum aziz ustozlar. Navbatdagi bizga berilgan masala JavaScriptda berilyapti ekan. Dastur kodini beryapti va konsolda n teng 6 bo'lganda qanday qiymat chiqadi degan yoki qanday natija chiqadi degan savol qo'yilgan. Buni ishlash uchun biz quyidagi ishlarni amalga oshiramiz. Demak, bizda berilgan qiymatlar demak s'imiz 1 ekan dastlabki holatida, k'imiz 1 ekan, n'imiz shartga ko'ra 6 ga teng ekan. Bizda for sikli berilyapti. Bu yerda k'ni 1 ga va shart qo'yyapti. Har safar siklni ishlashdan oldin k'ni tekshiradi n bilan. Agar n'dan kichkina bo'lsa, keyin siklni ichiga kiradi. Agar n'dan kichkina bo'lmasa, sikldan chiqib ketadi. Sikl tugagandan keyin mana bu holat k'ni bittaga oshirishni bildiradi, endi esa bittaga kamaytirishni bildiradi. Mana shunday holatda bu sikl ishlaydi. Agar sikl ishlaydigan bo'lsa, keyingi qatorda s ga n ni qo'shadi va yana tekshiradi. E'tiborli bo'linglar. Yana tekshirishda nimani tekshiradi? K'ni o'zini tekshirib ko'radi. 3 dan kichkinami degan shart qo'yib qo'ygan. Tekshiradi. Agar h bo'lsa davom etadi. H bo'lsa tepaga chiqib yana mana bu jarayon takrorlanadi. Agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, pastiga tushadi. Ya'ni s plus k. S ga k'ni qo'shib dasturdan chiqib ketadi va konsolga s ni chiqarib qo'yadi. Shunga e'tiborli bo'linglar. Xo'p, demak, ishlashni boshlaymiz. Birinchi iteratsiyani ko'rib chiqamiz. Kelar, men yozib qo'y shuni. Birinchi iteratsiya deb qo'yaylik. Birinchi iteratsiyada qanday holatlar bo'ladi? Demak, s dastlabki holatda 1 ga teng, k'imiz 1 ga teng, n'imiz esa 6 ga teng. Shartni tekshirib ko'radi, ya'ni shartimiz k kichkinami n'dan degan shartimiz bor. Mana bu yerda mana uni beryapti. H bo'ladi. H bo'lgandan keyin siklni ichiga kiradi. Siklni ichiga kirgandan keyin s ga s plus n ni o'zlashtiradi. Ya'ni bu yerda 1 plus 6. Endi s'imiz 7 ga teng. Va undan keyin k'ni solishtirib ko'radi 3 bilan. 3 bilan solishtirganda, ya'ni 1 kichkinami 3 dan degan shartni qo'yadi. H bo'lsa davom et deydi. Ya'ni davom et degani tepaga qaytib chiq deydi. Tepaga qaytib chiqishdan oldin u mana bu yerda berilgan, ya'ni k'ni bittaga, n'ni bittaga kamaytirish va ko'paytirish ishini bajarib qo'yadi. Ya'ni k'imiz endi 2 ga teng, n'imiz esa 5 ga teng. Ya'ni bu bittaga oshdi, bu bittaga kamaydi. Ana endi u ikkinchi iteratsiyaga o'tadi. Ikkinchi iteratsiyaga o'tganda endi s'imiz bizda mana yuqorida ko'rsatilgan 7 ga teng. K'imiz 2 ga teng, n'imiz esa 5 ga teng. Va yana u k bilan n'ni solishtiradi. Ya'ni 2 5 dan kichkinami deydi. H bo'lsa, demak ichkariga kiradi. Ichkariga kirgandan keyin s ga n'ni qo'shadi. Ya'ni bu yerda s'imiz dastlab 7 edi, qo'shamiz unga 5 ni. 12 bo'ldi s'imiz. Ana endi k'ni solishtiradi. Ya'ni k'imiz bizda 2 edi. 2 kichkinami 3 dan degan shart qo'yadi. Ha, bajariladi. Continue, ya'ni davom et deydi. Davom et deganda k'ni bittaga oshiradi, n'ni bittaga kamaytiradi. Ana endi 3-chi iteratsiyaga o'tadi. 3-chi iteratsiyaga o'tganda s'imiz endi bizda 12 ga teng, k'imiz 3 ga teng, n'imiz 4 ga teng. Va bizda yana k bilan n'ni solishtiradi. Kichkinami deydi? H deydi. H bo'lgandan keyin s ga nima qiladi? N'ni qo'shadi. Ya'ni s'imiz 12 ga teng, unga 4 ni qo'shadi va 16 bo'ladi. Ana endi eng e'tiborli joy mana shu yerda. Keyingi qiladigan ishi mana bu yerdagi k'ni solishtiradi. Endi bizda k'imiz 3 ga teng. 3 kichkinami 3 dan deydi. Yo'q, bajarilmaydi. Bajarilmagandan keyin mana bu continue emas, balki keyingi buyruqqa o'tadi. Ya'ni s ga u endi s plus k'ni hisoblab qo'yadi.
S'imiz bizda mana yuqorida turibdi, 16 ga teng. 16 plus k'imiz 3 ga teng. Barobar 19 bo'ladi. Va oxirgi qiladigan ishi, sababi sikl tugagandan keyin k'ni bittaga oshirish va n'ni bittaga kamaytirish kerak edi. Xuddi shu jarayonni yana qaytarib bajarib qo'yadi. K'imiz demak 4 ga, n'imiz esa 3 ga teng bo'lib qoladi, chunki bu bittaga ko'payadi, bu bittaga kamayadi. Va 4-iteratsiyaga o'tadi. 4-iteratsiyaga o'tganda bizda endi s'imiz 19 ga teng, k'imiz 4 ga, n'imiz esa 3 ga teng va shartni tekshiradi. K kichkinami n'dan deydi. Ya'ni 4 3 dan kichkinami deydi. Yo'q, bajarilmaydi. Bajarilmagandan keyin u siklni tugatadi va konsolga o'tadi. Konsolga o'tgan paytda bizda ma'lumot s'ni chiqar deyapti. Demak, bizdagi s 19 ga teng. Javob 19 bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.